Assalomu alaykum hurmatli obunachilar va kanalimiz mehmonlari. Mana bugun hafta kuniga chorshanba 18-fevral. Hammamizga kirib kelayotgan Ramazon oyi muborak bo'lsin. Mana bo'lmasam biz videoni boshladik. Bugun sotuvda bir bosh belgiyskiy buqamiz bor, sut yo'nalishida. Hech kimga sir emas, juda noyob zot bu. Hurmatli obunachilar, buqamiz ferma ichida boqilgan, tashqariga chiqmagan, ozgina sho'xlik qildi, qochib ketdi. Biz bo'lmasam manzillarimiz Namangan viloyati Samarqand Safxoz degan joydan video obzori boshlaymiz. Mana bugunga sotiladigan bir bosh belgiyskiy buqamiz bor. Rossiya davlatidan keltirilgan. Kimga oyoq qo'li ma'qul tushsa, video pastida telefon raqamlar qoldiramiz. Bemalol telefon qilib savdolashib olishinglar mumkin. Buqamizni yoshini 20 oylik plus minus deyishdi. Veslari где-то 8 kilo plus minusda chiqib qoladi. Oyoq qo'llari butun, baquvvat, juda chiroyli holatda. Buqa hali yem yemagan, faqat silos, kepak, somon yeb turgan holatda bu. Belgiyskini juda ko'p so'rashganda, mana yaxshi imkoniyat, kimga oyoq qo'li ma'qul bo'lsa aloqa chiqaverasizlar. Belgiyskiy O'zbekistonda juda ham noyob. Mana orqa tomonlarini ham ko'rsatamiz. Haqiqiy 4 so'm buqa deydi-yu, shunaqasidan yana akalar buqamiz yana qochib ketdi. Sizlarga to'liqroq, yaxshiroq video qilishga harakat qildik. Videoda xato kamchilik bo'lgan bo'lsa, uzr so'rab qolamiz. Aka, ichkariga haydang, ichkariga. Eng asosiysi narxi 75 bilan so'rashyapti, xayriga o'tib berishadi.